Kattalarimizdan eshitardik. Semiz shayton bilan arvoh shayton uchrashib qolgan ekan. Kattalarimiz biladi buni. Birodarlar, bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis ekan bu. Keyingi davrlarda bir ilmda aslidan uzoqlashib ketganligimizda rivoyat qatori qolib qolavergan ekan bu ma'lum, lekin hadis ekan. Ana shu semiz shayton bilan oriq shayton uchrashadi hadisda kelishicha. Oriq shaytondan semiz shayton so'raydi, "Nimcha ozib ketding, nimcha to'zib ketding?" Ha, menga biriktirilgan odam deydi. Men biriktirilgan odam yeganda bismillah deydi. Qo'limdan ovqatim tushadi. Kiyganda bismillah deydi. Yalang'och qolaman. Uyga kirganda bismillah deydi, eshik tagida qolaman. Sen nimcha semirib ketding? Xuddi shuni aksi. Yeyotganda bismillah demaydi, teppa-teng yeyman. Kiyayotganda bismillah demaydi, teppa-teng kiyaman. Ayoli yaqinlik qilganda bismillah deb teppa-teng sherik bo'laman. Demak, birodarlar, bismillah eng kamida. Bismillahirrohmanirrohim deyishga charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah.